Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ertalab supurganimga qaramay, daraxtlardan to'kilib tushayotgan oq, nimpushti gullar hovli ko'chalarni nafis gilam misoli egallabdi. Hech erinmay hovlini tozalab chiqdimda, ko'cha eshigi tomon odimladim. Shu payt xayolimga egimimdagi kiyimlarimni almashtirish fikri kelgani uchun ostonadan ortimga qaytdim. Shkafdagi kiyimlarning barchasi ham chiroyli. Qizil, yashil, sariq kabi yorqin ko'ylaklar qallashib yotar. Onam bechora o'zi ham to'ydan avval butun bozorni ko'chirib kelib ko'ylak tiktirishga undagandi. Bekorga emas ekan, mana hozir yalyal yonishimdan hammaning ko'zi quvnaydi. Kiyimlarim orasidan nimpushti ranglisini tanladim. Pardozimni ham bir qur yangiladim-u, ko'chaga shoshildim. Shu payt yonginamda erimning mashinasi to'xtadi-yu, tushdim. Ish qilayotgandek ko'rinsam ham, o'zimni podiumda yurgan modellardek his etar, faxr hissi ustunlik qilib erimning mashinasini ham payqamagandim. Namuncha, dedi erim qoshlarini chimirib menga yaqinlasharkan, bir kunda on mahal ko'chaga chiqasana, ertalab supurganding-ku. Avvalo, assalomu alaykum, atrofidagi notanish ayollarga maqtanagandek quvonib kuldim. Bu yogi yangi kelinchilik. Ha deb kulaverma, hamma bizga qarayapti. Uyga kir tezroq. Erimning bizga degan so'zdan aslida senga demoqchiligini angladim. Uning bilinar bilinmas rashki kayfiyatimni 2 barobar ko'targandi. Hammasi yaxshi-yu, faqat qaynonamni negadir jinim suymas. Uning gaplari ensamni qotirardi. Garchi menga nisbatan hech qanday yomonlik qilmasa-da, bu ayolga hech xushim bo'lmadi. Lekin turmush o'rtogimga shunchalar mehrim tushishi et yuxlab tushimga kirmagan edi. Darhaqiqat, onam aytgandek nikohning yuzi issiq ekan. Lekin ahyona-ahyonda yuragimni tushunarsiz qo'rquv egallaydi, vahimaga tushaman, ayniqsa erimning ba'zi gaplaridan keyin. Analarni qara, dedi erim kechki sayrdan qaytayotganimizda, qarshimizdagi sevishganlarga ishora qilib. Kechasi qo'l ushlashib yurishini ko'rmaysanmi? Sevgida. Nimada, dedi erim menga ham boyagi nafratli ko'zlarini qadab. Indamay qo'ya qoldim. Lekin erim birdan menga qattiq tikilib qoldi, qat'iy savol berdi. Senda bunday narsalar bo'lmagani? Titrab ketdim. Ko'z oldimda gavdalangan xotiralarim go'yo erimga ham ko'rinayotganday tilim aylanmasdi. Garchi Komron bilan bo'klar kezib, boyagi sevishganlarda yurmagan bo'lsak-da, har holda yondimdagi bu inson uchun sevganim bor edi degan gapimning o'zi qanchalar fojia. Shu yomon narsa, dedim birozdan so'ng. Tilimdan chiqqan yagona jumla shu bo'ldi. Erim menga keyin bu savolni bermadi. Men uchun esa allaqachon suyukli insonimga aylangan erimni yo'qotishdan ko'ra katta musibat yo'q. Uncha-munchaga xo'p deyishni bilmaydigan men kabi jiblajovon qiz shu so'zni kuniga 100 marta aytib erining oldiga tushib ketyapti-ya. Uyga kirgach, darvozani yopish oldidan zumga fikrimni bo'lindi. Togridagi qo'shnilarimiz uyida qandaydir janjal chiqqanmi, baqir-chaqir ovozi tobora balandlab borardi. Tong sahar. Hali hech kim turishga ulgurmagan. Noz uyqumdan bazor kechib o'zimga oro berdim. Yalyal yongan kiyimlarga takror burkandim. Obbo, yana ko'cha supurishgami, dedi erim o'rnidan chala yarim turib. Shu payt, chiqmasam oyingizga siz javob berasizmi, degim keldi-yu, onamning hamma gapni gap deb gapiraverma, hatto eringa ham degan so'zlari yodimga tushib, odamlar yangi kelin bor xonadon fayzini his etishi, qolaversa ozodalik va baraka yuzasidan shunday qilish shart, dedim. Kayfiyatim a'lo, chaqqon harakat bilan ko'chaga odimladim. Oilalar qurishdan avval hech bir uy yumushini yoqtirmay, endi har qanday vazifani o'g'rinmay bajarayotganim qiziq edi. Shirin xayollarga berilib ko'cha supurayotgandim. Birdan qarshimizdagi uy darvozasi sharaqlab ochilgani sabab chochib tushdim. Oldin ayol kishining haqoratli yigi ovozi, keyin mashinaning o't olgani eshitildi. Qo'shnilarni hijolatga qo'ymaslik uchun ishimni tezlatdim va uyga kirib ketdim. Eshikni yopayotganimda esa o'sha janjalli uy oldidagi allaqanday erkak menga qarab turganini sezdim. Qo'shni uyning chiroqlari yoqilmagani bois menga tikilib qolgan odamning yuzini ko'rish imkonsiz edi. Erim qaynonam va qaynotam uchun dam olish maskaniga yollanma olib kelgandi. Shuning uchun ular tushlikka yaqin yo'lga tushishga kirishdi. Qizim, hech uyalmay hamma joyni o'z qo'lingizga olavering.
Endi bu sizning ham uyingiz, dedi qaynonam xayrlashish oldidan tez-tez gapirarkan. Xo'p, oyijon. Ha deb uyda o'tiravermay biror joyga borib o'ynab kelinglar. Ishni ham qiling, dam olishni ham biling. Tashqaridan erimning "Oyi, dada ketdik" degan ovozi eshitildi. Xo'p, xavotir olmang. Ha aytganday, ertalab qo'shni ayolning kelini ketib qolibdi. Yaramas, dedi qaynonam ko'cha tomon yurarkan. Qarshidagi xonadonga ishora qilib, so'ng yelkamdan quchdi. Shu bechora ayoldan ham xabar olib turing. O'zi saraton degan dardga yo'liqqan. Bir ogli chet elda uylanib olgan. Eri qamoqda. Yaqinda uylagan o'glining xotini ham nobud bo'ldi. Tavba, qaynonamning gapini shart kesgan qaynotamning ovozidan men ham chochib tushdim. Indamasang butun hayotini gapirib berasana, qani tezroq xayrlashib o'tirsangchi mashinaga. Bobti kelin, Xudoga omonat. Ko'p ham gapiravermaydigan qaynotam mashinaga o'tirdi-yu, qaynonam ham rahmim keladi bechoraginaga deb mingirlagancha men bilan yana xayrlashdi. Hoynahoy suhbatning davomini yo'l bo'yi o'g'li va eriga boshqatdan sozlab berar. Nim tabassum bilan uyga kirayotgandim hamki, hozirgina qaynonam aytib turgan qo'shni xonadon eshigi ochildi. Qora magizdan kelgan, biroz tolaroq, rangpar ayol tashqariga chiqdi va shu on muvozanatni yo'qotib devorga suyandi. Azbaroyi qo'rqib ketganim sabab turgan yerimdan, jon holatda ehtiyot bo'ling, deya baqirib ayol tomon yugurdim. Qo'llaridan tutganimda, ma'yus ko'zlari menga qadaldi va yurakni ezib yuboruvchi unsiz ko'z yoshlari dogli yuzi bo'ylab oqdi. Seskanib ketdim. Ayol hovlisiga olib kirgunimga qadar oyoqda bozor yurdi. Uning solgin yuzi, chakkasidan oqayotgan ter tomchilari hansirab tez-tez nafas olishi abgor ahvolidan darak berar, bechora ayol o'zini onglolmasdi. "Suv", dedi u ohista. Begona hovlida hech narsa tanish bo'lmagani sabab nigohim oshxonani qidirdi va topdi ham. 20 qadam naridagi oshxona tomon yugurdim. Shkafdan piyola olayotganimda hovlidan erkak kishining "Ona" degan hayqiriqli ovozi eshitildi. Qizigi, bu ovoz quloqlarimga shunchalar tanish ediki. Lekin hozir ayolga suv olib chiqish ko'proq muhim va ortiqcha xayollar o'rinsiz. Idishdagi suvni to'kib yubormaslik uchun ko'zimni qo'llarimdan uzmay, qo'shni ayol huzuriga oshiqdim. Ammo shu onda qarshimdagi yigit men tomon yugurildi-yu, piyola va uning ichidagi suv yer bilan bitta bo'ldi. Titrab ketdim. Ikkimiz ham bir zumga qotib qolgandik. Lekin men sir boy bermaslikka urinib tezda hushimni yigdim. Qanday qilib bilmayman, oshxonaga qaytib borib suv olib keldim. "Ona, yaxshimisiz?" "Ha o'g'lim, ancha yaxshiman." "Nega yana o'rningizdan turdingiz?" "Axir hozircha yurish mumkin emas deb aytdim-ku." Yotaverib yuragim siqildi. Keyin ko'chaga mo'ralay dedim va nogoh ko'nglim behuzur bo'ldi, dedi qo'shni ayol. So'ng menga o'sha mungli ko'zlarni qadadi. Baxtimga shu qiz bor ekan. Men jilmaygancha bosh egdim. Ichimda esa tugyon bosh ko'targan savollar miyamda gujgon o'ynardi. Demak, u shu yerda yashar ekanda, aynan mening qarshimdagi xonadonda-ya. Ey Xudo, bu ne ko'rgulik, ne savdo. Endi uni har kuni ko'ramanmi? Buni atay uyushtirgan deb o'ylayotgan bo'lsa-ya. Siz kimning qizisiz? Mahallamizga yaqinda ko'chib keldingizmi? Gapirishga ogiz juftlayotganimda Komron o'rnimga javob berdi. Oyi, bu qo'shnimizning kelini. Har ne bo'lmasin, bu xonadonni tezroq tark etishim shart. Shundaymi, dedi ayol chuqur xo'rsinib menga ma'noli qadab. Oyi, dedi Komron. Uning asabdan ko'zlari tez-tez pirpirayotganini sezdim. Endi dam olishingiz kerak. Nozik ishorani darhol tushundim. Chiqib ketarkanman, hayajonning zoridan oyoqlarim bir-biriga chuvalashar, ortimdan ularning har ikkisi qarab qolishganini sezganim uchun ham qaddimni g'oz tutgandim. Uyimga, o'sha yaqindagina kelin bo'lgan yangi uyimga kirdim-u, yiglab yubordim. Tasodifiy bu vaziyat ich-etimni kemirishi tabiiy hol, ammo aynan qaysi sabab tufayli kuyinayotganimga tushunolmasdim. Shu dam eshikning qattiq taqillagan ovozidan xayolim tarqadi. O'rnimdan sapchib turdim. Oradan 2 hafta o'tdiki, ko'chaga chiqishga hamon yuragim betlamaydi. Ko'cha supurayotganimda Komron kuzatayotganini bilganimdan beri ostona xatlagim kelmay qolgandi.
Senga nima bo'ldi? Hatto ko'cha supurishga ham chiqmay qo'yding. Erimning gapida zarracha shubha bo'lmasa-da, yuragim taka-puka urib ketdi. Hatto ish ustida qoliga tushgan yosh boladay qizarib, tomog'im qurib takror va takror yutinardim. Mazam yo'qroq. "Iye, 2 haftadan beri kasalmiding hali?" dedi erim hazilkashlik bilan va javobimni kutmay men tomonga jiddiy o'girildi. "Qarshimizda turadigan qo'shnilar bilan tanishib oldingmi? Yozning saratonida kimdir ustimdan qaynoq suv aktarganday etim junjukib ketdi." Bu savolning javobi oilamni buzib yuboradigan kuchga o'xshardi go'yo. Men shunchaki u ayolga yordam. Ha, qo'shni ayolga haqiqatdan ham yordam kerak. Kelinida zarracha uyat yo'q ekan. Hayronman, shundaylarni yer qanday qilib ko'tarib turibdi. Gapning uchi qo'shni ayolga borib taqalganini eshitib, ko'ksimni bosgan og'ir tosh quladi. Erkin nafas ola boshladim. Nima emish, ortiq yashamayman emish, erim gapini kuchli gazab bilan davom ettirardi. Mana shuning uchun to'ydan avval oldim kuydim deb yiglab yuradigan qizlarni ko'rishga ko'zim yo'q. Ana hozir oshigi bilan topishib olibdi, sharmanda. Erimning har bir so'zidan alam, jirganishga o'xshagan zaharxandalik tomar, asabdan quloqlarim qimirlab ketardi. Men esa o'zimdan o'tayotganini faqat o'zim bilardim. U menga ishora qilyaptimi yoki hammasini bilib endi burchakka olyaptimikin? Nahotki gulday turmushim barbod bo'ldi. Shu on erimni shundoqqina tepamda ko'rdim. Xullas, bechora ayoldan xabar olib tur. O'g'lining ismi Komron. Onasining yonida kun bo'yi o'tirolmaydi. Ularga hozir yordam kerak. Erimning qistovi bilan o'sha uyga yana qadam bosdim. Supada uxlayotgan ayol yoniga bazor qadam tashlarkanman, ichimda Komron uyda bo'lmasinda degan iltijo aylanardi. Oyim uxlayapti. Qo'limdagi idish tushib ketishiga sal qoldi. Labimni tishlab ortimga o'girilsam, Komron qovoqlarini uygancha menga qarab turibdi. "Mana buni yeb olsinlar", dedimda taomni nariroqdagi stolga qo'yib u yerdan ketishga shaylandim. Baxtsizligimni ko'rib rosa xursandsan. Menga uylanmay xor bo'lasan degan xayollaring bordir. Sukut saqlab chiqib ketmoqchi edim-u, uning achchiq gapiga chidolmadi va ilkis ortga qaradim. "Birga bo'lolmaganimiz yaxshilikka ekan", dedim Komronning ko'zlariga tik boqib. "Lekin sizga yomonlik tilamaganman." To o'sha kundan buyon ularning uyiga qadam bosmay qo'ydim. O'z-o'zimga endi hammasini boshidan boshlashim kerakligi-yu, ortiq yomon xayollarga bormasligim haqida qayta-qayta tushuntirdim. Oilam hech qachon buzilmaydi. 60dagi munosabatlar 60da qolib ketgan. Qaynonam sayohatdan qaytgach, tabim yana biroz xira tortdi. Homilador ekanim sababmi, uni har ko'rganimda asabim yanada buzilar, gaplashishni xohlamasdim. Sayr bahonasida ko'chaga chiqib ko'proq qolib ketibman. Uyga kelsam, qaynonam Komronning onasi bilan dardashib o'tiribdi. Bu gaplarni men bildim, hech kim bilmasin. Kelinim homilador. Barchasidan xabardor ekanimni eshitisiz qilib yuradi, dedi qaynonam qo'shni ayolga yumshoqlik bilan. "Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin", dedi qo'shni ayol ko'z yoshlarini to'xtata olmay. O'sha kuni ularning suhbatini eshitib qolganimda yuragim zivirlab ketdi. Komron va kelinimning o'rtasidagi munosabat yoshlikdagi havasdan boshqa narsa emasligi aniq, ammo oila tinchligi, munosabatlarga dars ketmasligi uchun bu sirni qabrga olib ketishimiz kerak. Dafatan quloqlarimga chalingan bu gapdan tovonimning uchigacha muzlab ketdim. Lekin qandaydir ko'ngil xotirjamligi va asosiysi qaynonamga, yo'q, onajonimga chuqur mehrni his etardim. Ko'zimdan oqqan quvonch yoshlari esa yuzimni yuvardi.